jahon majburlasin kechmayman birdan. Axir senla tirikman ishon, yoningdaman nima bo'lsa ham, yoningdaman nima bo'lsa ham. Ishqsiz qadam tasholmayman hech, tushun hatto yasholmayman hech. Sensizlikka chidolmayman hech, yoningdaman nima bo'lsa ham. Tabiatning o'rtasida, koinotlar orasida eng go'zal sensan, eng go'zal sensan. Baxt qasriga birga yetamiz, bor g'amlarni yengib o'tamiz. Ketar bo'lsak birga ketamiz, yoningdaman nima bo'lsa ham, yoningdaman nima bo'lsa ham. Yillar o'tib ishqdan to'ysang, so'ng yuz burib bag'rim o'ysang, mayli chiday sevmay qo'ysang, yoningdaman nima bo'lsa ham. Gar taqdir ham yog'dirsa balo, holingni deb kuyinma aslo. Qo'rqitolmas yo'qchilik hatto, yoningdaman nima bo'lsa ham. Tabiatning o'rtasida, koinotlar orasida eng go'zal sensan, eng go'zal sensan. Yuz bursa ham bizdan jahon majburlasin kechmayman birdan. Axir senla tirikman ishon, yoningdaman nima bo'lsa ham, yoningdaman nima bo'lsa ham. Ishqsiz qadam tasholmayman hech, tushun hatto yasholmayman hech. Sensizlikka chidolmayman hech, yoningdaman nima bo'lsa ham. Tabiatning o'rtasida, koinotlar orasida eng go'zal sensan, eng go'zal sensan. Baxt qasriga birga yetamiz, bor g'amlarni yengib o'tamiz. Ketar bo'lsak birga ketamiz, yoningdaman nima bo'lsa ham, yoningdaman nima bo'lsa ham. Yillar o'tib ishqdan to'ysang, so'ng yuz burib bag'rim o'ysang, mayli chiday sevmay qo'ysang, yoningdaman nima bo'lsa ham. Gar taqdir ham yog'dirsa balo, holingni deb kuyinma aslo. Qo'rqitolmas yo'qchilik hatto, yoningdaman nima bo'lsa ham. Tabiatning o'rtasida, koinotlar orasida eng go'zal sensan, eng go'zal sensan. Tell me you love me, tell me I'm crazy for thinking
it's over now. Tell me we're perfect. Tell me we're worth it. All the heartache you're bringing down. Oh, tell me.
Naqadar azizdir insonga farzandi. Gohida shod bo'lib kuyging keladi. Qalbini qalbingga qilibon payvand ko'tarib fazoga uchging keladi. Ne armon farzandinga voyaga yetsa, davrig'i mard bo'lib dunyoga ketsa, har kim o'z topganini elga to'y qilsa, bor mulk dunyoying sochging keladi. Assalomu alaykum aziz mehmon va mezbonlar. Xush kelibsiz, xushvaqt bo'ling. Hamisha hamma vaqt bo'ling. Dunyolar turguncha turing, doimo mana shunday yaxshi kunlarda, mana shunday to'kin dasturxonli to'ylarda birga bo'ling. Bugun barchamiz o'zimizning turli xil tashvishlarimizni bir zumgina orqaga silib, mana shu muhtasham baxt koshonasiga Safarboy akamiz Bog'dagul opamizning hayotining davomchisi farzandi Yaxshimurod Muhayyaxonning baxtu kamolini yolg'iz Allohdan so'rab mana shu to'yxonaga jam bo'lgan ekanmiz. Albatta bugun sizlarning gul ko'ngillaringizga xushbahoriy kayfiyat ulashish uchun xizmatingizda aka-uka Ametovlari, ya'ni Ravshanbek, Mansurbek Ametovlari xushbahoriy kayfiyat ulashadi. Bugungi to'yimizni to'g'ridan to'g'ri Oltin asr to'yxonasidan olib bormoqdamiz. Sizlarning mana shu sizlarga ochib ishtaha qilayotgan dasturxondagi noz va ne'matlarni chiroyli qilib taqdim qilayotgan Og'abek to'y xizmatlariga unutilmas onlaringizni oltin tasmaga muhrlayotgan Pena studiya yigitlariga katta tashakkur etamiz. Darvoqe mana shu to'yxonaga kelgan mehmonlardan iltimos qilamiz. Ba'zi bir sabablarga ko'ra kelolmay qolgan mehmonlarimiz bo'lsa, musofirda yurgan yaqinlarimiz bo'lsa, bemalol aytishingiz mumkin. Bugungi to'yimiz jonli efir tarzida olib borilmoqda. Albatta azizlar, kelin-kuyov to'yxonaga tashrif buyurganga qadar sizlarning mana shu ko'ngillaringizga xushbahoriy kayfiyat ulashish maqsadida navbatni Mansurbek Ametovga beramiz. Qani marhamat. İşqingda tutquningman, Layli san majnuningman. Bir umr maftuningman, ishqingda tutquningman, Layli san majnuningman. Yanıp ishqingda ado bo'ldi bu yurak, sen sanamning ko'nglida gado bo'ldi bu yurak. Har dam hayolimdasan, har damda yodimdasan, divonadek talpindim og'ushlaringga dildor. Har dam hayolimdasan, har damda yodimdasan, divonadek talpindim og'ushlaringga dildor. Bir umr maftuningman, ishqingda tutquningman, Layli san majnuningman. Bir umr maftuningman, ishqingda tutquningman, Layli san majnuningman. Maftuningman, ishqingda tutquningman, Layli san majnuningman.
Majnunimman. Güzelim sen özün, fili eselim sen özün, dili eselim sen özün, beni yeganem, beni bir azarım özün, beni bir gubarım özün, beni vefadarım özün, sen yeganem. Kalbi çırayligim sen beni, Bolgin yanımda, canımda sen bir dana. Hamisha baharım özün, beni bir gubarım sen, beni intizarım sen pervane. Hamisha baharım sen, beni intizarım sen, sen taze baharım sen pervane. Periroy ey yüzleri zilalim, ey kaşları hilale, gündüz geceler bir sendedir hayalim. Periroy güzel sahip cemalim, ey sözleri devamlı, göz tegmesin de dep bir sendedir hayalim. Kalbim çırayligim sen beni, Bolgin yanımda, canımda sen bir dana. Hamisha baharım özün, beni bir gubarım sen, beni intizarım sen pervane. Hamisha baharım sen, beni intizarım sen, sen taze baharım sen pervane. Sen için klasik bir şey hayatımızda anlatırlar. Benim birinci sevgim sen, sen, sen. Şansım ki sevgim hanım sen, sen, sen. Gözümde çırağıyım sen, sen, sen. Ben
açganda qanotlarim sen Dikenlerini basken izi gülzar bo'ldi Atirgullar chiroyingdan bezor bo'ldi Muhabbatni tushunmagan odamlarga Mening sevgim hammasiga javob bo'ldi Yoshligimda yonlar edi sho'xliklaring Uzonlardan ko'rlar edi kipriklaring Gapirolmay titrab ketar lablaring Shundan beri mening sevgim bitta bo'ldi Mening birinchi sevgim sen Ishon so'nggi sevgim ham sen O'zimni chiroyligim sen Men ochganda qanotlarim sen Mening birinchi sevgim sen Ishon so'nggi sevgim ham sen O'zimni chiroyligim sen Men ochganda qanotlarim sen Kelamiz birga Yoningdan ketkim kelmas Poydab cho'milib opsama turga Mast aylading, sen mast aylading Meni yurakimga ishqi joylading Voy mast aylading, sen mast aylading Meni yurakimga ishqi joylading Joylading, voy mast aylading, sen mast aylading Meni yurakimga ishqi joylading Yanoqlaring qip-qizil, dudoqlaring qip-qizil Chimni qilasan voydan sani sotqilib so'zim Yanoqlaring qip-qizil, dudoqlaring qip-qizil Chimni qilasan voydan sani sotqilib so'zim Mast aylading, sen mast aylading Meni yurakimga ishqi joylading Voy mast aylading, sen mast aylading Meni yurakimga ishqi joylading
Qorda yopmoq ko'ngillarim, bog'imda rayhon gullarim. Baxtimga yaxshiyam siz bor, aziz opa-singillarim. Qorda yopmoq ko'ngillarim, bog'imda rayhon gullarim. Baxtimga yaxshiyam siz bor, aziz opa-singillarim. Azizlarim, suyganlarim, dildan mehr qo'yganlarim, birga davron surganlarim, aziz opa-singillarim. Siz borsizki bag'rim butun, bo'lmagayman qalbga tutqun. Shukr qilay siz bor uchun, aziz opa-singillarim. Qorda yopmoq ko'ngillarim, bog'imda rayhon gullarim. Baxtimga yaxshiyam siz bor, aziz opa-singillarim. Aziz opa-singillarim, sizlar meni keragimsiz, hayotdagi tirgagimsiz, urib turgan yuragimsiz, aziz opa-singillarim. Baxtimga siz omon bo'ling, g'amlar ko'rmay shodon yuring. Farzandlarni baxtin ko'ring, aziz opa-singillarim. Farzandlarim baxtin ko'ring, aziz opa-singillarim. Qorda yopmoq ko'ngillarim, bog'imda rayhon gullarim. Baxtimga yaxshiyam siz bor, aziz opa-singillarim. Qorda yopmoq ko'ngillarim, bog'imda rayhon gullarim. Baxtimga yaxshiyam siz bor, aziz opa-singillarim. Baxtimga yaxshiyam siz bor, aziz opa-singillarim.
sana sen. Dünya güzelleri bulsa bir tamam. Senin için bitmesen bir tanesen. Senden zor yok, senden zor yok. Terk ayışlı başka yol yok. Senden zor yok, senden zor yok.
azizlar, barchangizni bugun mana shu temada xush ko'rdik. Albatta kechamizning eng go'zal kelin kuyovning to'yxonaning shohsmasiga chiroyli so'zlar, gulduros qarsakilmaklarga qilamiz. Marhamat to'y bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin. Qani azizlar, o'rningizdan turgan holda kelin kuyovni kutib olamiz. Marhamat. Do'zaxning o'tlari so'lar behol, u yerda boshlanar munis bir hayot. Assalomu alaykum, muhtaram gençlik muqaddas elimning ko'ngillari, Ka'badagi muqaddas bo'lgan insonlari. Xush kelibsiz, xushvaqt bo'ling. Hamisha hamma vaqt bo'ling. Dunyolar atirguncha turing. Doimo mana shunday yaxshi kunlarda, mana shunday to'kin dasturxonli to'ylarda birga bo'ling. Bugun barchamiz o'zimizning turli xil tashvishlarimizni bir zumgina orqaga surib, mana shu muhtasham baxt koshonasiga Soqorboy akamiz Bodir opamizning ishongan, suyangan tog'lari bo'lmoq farzandi Yaxshimurod hamda umrlik yo'ldosh bo'layotgan
muhayyaxon singlimizning shodliklariga sherik, quvonchlarni esa birgalikda baham ko'rish uchun o'zlarimizning eng yaxshi niyatlarimizni to'yona qilib, to'ylar muborak deya qadam qo'ygan ekanmiz. Albatta kechamizni bismillosini hamma havas qilsa arziydigan oila boshchisi Baxtiyor akamiz boshlab bersalar hamda yangi hayotga, yangi orzulari bilan ilk qadamlarni qo'yayotgan mana shu kelin kuyovimizni qutlab, tabriklab o'tsalar. Qani Baxtiyor aka, marhamat. Assalomu alaykum mehmonlar. Shohliklar, qizlar, mana sahobalarımızda kızlaşınız. Toy başlar, kendisi kendisi toylar atılırken, kendisi atılırken, böyle şu yaşlar bahtı olsun. Bahtı olsun. Şu akıllarına hizmet ediyorlar. Yaşa hizmetlerde dualarını alıp, ezin tohumlardan sizler müşteriler mekanı, tohumlardan işte yaşa ayarlardan olsun. Öz namından sizlerden namazın şuna tilak kılamam. Benim şu destekler toyunu saçınasın. Yaşlı hizmetlerle toylaşıp da bir arkadaş. Bahtı olun arkadaşlar. Baxtiyorga rahmat, salom bo'ling. Avvalambor mana shu qalbingiz tubidan chiqqan yaxshi niyatlar faqat mana shu kelin kuyovga qilaversa, bugun mana shu qoshonaga Allohdan umid qilib mana shu kunga yetish niyatida qadam qo'ygan mana shu mehmonlarimizning barchasiga hamroh bo'lsin. Azizlar, avvalambor yurtimiz tinch bo'lsin. Har kunga mana shunday betakror to'ylardan yaratgan hech bir bandasini ayirmasin. Hamda mana shu xonadon egalarining oq yuragi halol qo'llari bilan yozgan, oldingizda turgan oppoq dasturxon istagan oziq ne'matlarga barchangizni ochiq ishtaha tilagan holda taklif qilamiz. Kuyovlar kelin bugundan boshlab turmushning mushtarga qo'yayotgan mana shu ilk juft qadamlaringiz qutlug' bo'lsin. Allohning bandasiga bir marta beradigan umrini faqatgina keragimsan, turgagimsan deya yashay oling. Azizlar, bugun mana shu qoshonaga hammamiz o'zlarimizning eng qimmatli vaqtimizni ayamasdan kelin kuyovning nikohiga guvoh bo'lish uchun yaxshi niyatlarimiz bilan jam bo'lgan ekanmiz. Avvalambor hammangizning oilangizga tinchlik, totuvlik, dasturxonlaringizga quti baraka, ko'ngillaringizga esa hamisha har doim xotirjamlik tilaymiz. Albatta bugun sizlarning gul ko'ngillaringizga xushbahoriy kayfiyat ulashish uchun xizmatingizda betakror ovoz sohibi Ametovlarning munosib davomchilari, albatta Ravshanbek, Mansurbek Ametovlar xushbahoriy kayfiyat ulashadi. Mana shu dasturxondagi nozik ne'matlarni siz bizga chiroyli qilib taqdim qilayotgan Og'abek to'y xizmatlariga, Miyasir opamizga hamda Bekpo'sha opamizga katta tashakkur etamiz. Unutilmas onlaringizni pryomoy tarzda, jonli efir tarzda olib borayotgan Pino studiya yigitlariga tashakkur aytamiz. Ertalabdan siz bizni ochiq chehrasi bilan kutib olgan, albatta yurtimizning eng oldi to'yxonalaridan biri bo'lgan mana shu Oltin asr koshonasiga tashakkur etamiz. Endi hurmatli kuyovlar, kayfiyatlari zo'r bo'lsa, qani sizga ruxsat beramiz. Kelin qo'shingizni ochib qo'yasiz. Shirin so'zlar bilan. Kuyovlar kelin boshqa sevgi, muhabbatdan qurayotgan mana shu qo'rg'oningizning sarhati mustahkam bo'lsin. Dinu, diyonatli farzandlarning ota-onasi bo'lishingizni tilab qolamiz. Endi davramizga yuraklarimizni allanadigan kuy qo'shiqqa, ya'ni valsga taklif qilamiz. Qani marhamat.
hofizlarga katta rahmat aytamiz. Goh baxtdan sarxushmana, goh dunyo malkama, goh dil ozorini yetkazsa istama, singan yuragimga bo'lgan marhama, siz menga keraksiz, menga keraksiz. Hayolimni buzsa dushmanim gumona, ikki o't ichida titraydi vijdoni, yo'llarimni boshlab Allohga tomona, siz menga keraksiz, menga keraksiz. Albatta azizlar, sevgidan, muhabbatdan yangi hayotga, yangi orzulardan qadam qo'yayotgan mana shu kelin-kuyovga Allohdan baxt va saodat tilab bugun mana shu to'yxonaga eng yaxshi niyatlarimiz bilan jam bo'lgan ekanmiz. Albatta niyati yaxshi insonga navbat beramiz hamda mana shu davraga eng avvalo kelin-kuyovning nikohiga guvoh bo'lgan do'stu dugonalari bor ekan taklif qilamiz. Qani kuyovto'raning do'stlari, kelin qo'shnining dugona qizlari. Yigit qizlarimiz marhamat. Qizlarimizni ham taklif qilamiz. Qizlar marhamat. Yashka. Bor. Desin. Yashka vaqti bor. Boshqalardan qo'shib. Endigi beshik qo'llarida o'tirmoqdan suydi. Yashka. Vaqti bor. Yashka bormi? Vaqti bor. Yashka doğru durumda bakıyor. Yashka Türkiye doğru durumda Türkiye Sherzod, Xursand, Jasur, hammasini matndan tayyorladim. Sattorning matnidan tayyorladim. Baxtli o'tira. Yaxshilar, to'ya baxtli, ishxona qo'shidan. Kuyovto'ra musofirda bir qancha gaplaringiz bor ekan. Kelin qo'shni mana shu musofirlarga do'stlarga bir chiroyli qilib kelin salom qilib qo'ying. Hozir bizda to'g'ridan to'g'ri efirda tomosha qilayotgan bo'lsa kerak. Ay salomati bo'ling, omon bo'ling, o'g'il qizingiz ko'p bo'lsin. Endi do'stlarning yaxshiyatini eshitamiz. Rahmat, salomat bo'ling. Yaxshiyatlaringizga hammasi ijobat bo'lsin. Sog'a salomlaringiz bo'lsa, yaxshilaringizni to'laringizga qaytsin. Mana shunday kelin bo'lish sizga ham tez kunlarda nasib ro'z aylasin. Ruxsat beramiz. Shukr sizlarga. Taklif qilib, har insonning omadini, qimmat aylab bersa barcha ne'matini, davlatiga loyiq bersa savlatini, salobati bo'ylariga buyursin, topganlari to'ylariga bersin, halol topib, halol oshin oshasa, mag'rurlikda ham poychada yashasa, tovonidan yursa o'tlar chaqnasa, qadamlari yo'llariga buyursin, topgan tutganlari mana shunday yaxshi kunlariga, to'ylariga buyursin. Eng yaxshi niyatlari bilan bugun to'yxonaga qadam qo'ygan albatta mana shu qo'shnimizning to'rini to'ldirib o'tirgan mana shu kuyovto'raning barcha sinfdoshlari bor ekan. Hammasini qilamiz. Kuyovto'raning sinfdoshlarini hamda muallimlarini hammasini. Qani sinfdoshlari hammasini qilamiz. Kuyovto'raning quvonchiga, shodligiga, sherigi bo'lib, bugun Toshkentga eng yaxshi niyatlar qadam qo'ygan sinfdoshlari. Taklif qilamiz.
Yaşka klassdosh Baxtiyor bilan. Yaşka klassdosh Piyoda. Yaşka Muhayya Baxtiyor. Яшка, Горка. Горка, Яшка. 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 Ахто. Горка yana. Yaşka Jigar Baxtiyor. Yaşka klassdosh Baxtiyor. Яшка Baxtiyor. Яшка klassdosh Baxtiyor. Klassdosh Baxtiyor. Yaşka. To'ra Baxtiyor. Gorka. Yaşka. Hadi çayalım baba. Yalnız ketdi. O'tirsin. Qizni seni. Bir-biridan ayttirmayman avval. O'xshab biringizni. Горка. Горка. Savo. To'ra Baxtiyor. Rahmat, salomat bo'ling. Mana shu mag'lub boshlaringiz hayotda hech kim sening oldida g'am ko'rmasin. Endi sinfdoshlarning hammasini chiroyli qilib rasmga tushishga taklif qilamiz. Albatta, qani kelin kuyovdan birgalikda ajoyib selfi qilasiz. Sovg'a salomlaringiz bizning yoshligimizda to'laringizga qaytsin. Kelin kuyovga esa muborak bo'lsin. Mana shu dalada turgan tilaklarning hammasi ijobat bo'lsin. Oqibat ardog'ingizda kelsa, sadoqat sabog'i so'zingda kelsa, muhabbat muruvvat o'zingda kulsa, Alloh panohida asrasin seni. Har bir niyati yaxshi insonni Alloh o'z panohida asrasin. Bugundan e'tiboran Allohni o'rtaga qo'yib, Xudo anda bo'layotgan insonlarga so'z navbatini beramiz. Mana shu to'yxonaning to'rini to'ldirib o'tirgan albatta mana shu Oqbozdagi farishtani kelin qilib mana shu xonadonga olib kelgan, Xudo anda rishtasini bir umrga chambarchas bog'layotgan kelin po'shchaning barcha yaqinlarini taklif qilamiz. Qani Xudo taraflik mehmonlarimiz hammasi taklif qilamiz. Qani xudolarimiz
Hakkı izzeti doim baland bo'lsin. Xudo andalik rishtasi ming yilga davom bo'lsin. Qani xudolarimiz marhamat. Rahmat salomat bo'ling, ilohim aytganingiz kelsin. Albatta xudolarimizning sovg'a salomlari bor. Qani qabul qiling. Chiroyli so'zlar murosa beramiz. Sovg'a salomlaringiz yaxshi bo'lsa aytsanlar. Mana shu sovg'alar muborak bo'lsin. Azizlar, yor-yorlar bilan qiz o'tish to'ylar muborak kiyosda kelin tushirish, mana shunday to'ylar qilish hammangizga nasib ro'za aylasin. Azizlar, yana bir bor barchangizga xushbo'ylik kayfiyat ochilishda qatnashgan holingni davomimizda davom ettiramiz. Mana shunda hozir iltimoslarga ko'ra bog'dagi opamizning sinfdosh qadrdonlari bor ekan, hammasini taklif qilamiz, keyin mazza qilib o'ynab kelamiz. Mana shu to'yxonamizga to'ylar muborak deya qadam qo'ygan bog'dagi opamizning sinfdoshlari, qadrdonlari hammasi kelsin. Taklif qilamiz. Qani sinfdoshlari. Bog'dagi sinfdoshlari bormi, taklif qilamiz. Dasturxon to'ldirma topganingni qo'yga, mayli qadaq qiyma diydoriga to'yga, kuli bostoningdan ko'rsatganda qo'yga. Mana shu sinfdoshlar, do'stlar, yaqinlar uchun kuniga 1 soat yasha. Albatta, mana shu sinfdoshining, farzandining baxtu kamolini Allohdan so'rab, to'y bir bahona, diydor g'animat deya to'yxonaga qadam qo'ygan Bog'dagi opamizning sinfdoshlari. Qani kelamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Ilohim, sizlarning ham uyingizda mana shunday to'ylar bo'lsin. To'ylarda didorlashish hammangizga nasib va ro'za aylasin. Qani keling sinfdoshlar. Gracias.
sovg'alar muborak bo'lsin. Yaxshi kunlarga buyursin ilohim. Ilohim sizlarga buyursa mana shunday to'ylar ko'p bo'lsin. Topgan tutganingiz yaxshi kunga buyursin. Rahmat, salomat bo'ling. Endi azizlar, bugun mana shu to'yxonaga qadam qo'ygan paytingizda ko'nglingizdan nima yaxshi niyat orzu istak o'tgan bo'lsa hammasi o'zingizga hamroh bo'lsin. Mana shu kelin-kuyovga esa o'tirish ruxsat beramiz. Qani kelin-kuyov? O'tirish ruxsat beramiz. Kuy qo'shiqda sevadiganlarning yuragida o'taborlarni hamma mehmonning yoppasiga davraga kuy qo'shiqlarga taklif qilamiz. Navbatni esa betakror ovoz sohibi Ravshanbek Ahmedovga beramiz. Qani marhamat. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun chiroyli to'yni guvohi bo'lib turibmiz. Bu to'yimizning sababchilari kelin-kuyovlarimiz. Ilohim baxtli bo'lib, qo'sha qarasizlar. Hamma o'ylagan niyatlarga yetkazsinlar. Xonadoningizda hamisha yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin. Xudo xolasa beshik to'ylarga kelish hammamizga nasib qilsin ilohim. To'ylar muborak bo'lsin. Endi shu qo'shiqlar bilan to'yimizni davom ettiramiz. Aziz mehmonlarimiz bilan og'aynilar, qarindoshlar qarash to'pib tezroq o'yin bo'lsa deb. Marhamat, og'aynilar o'yinni boshlab beradilar endi. Qanaqa etdik? Qo'shiqlarni chaqiramiz.